Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlər proqramımızı görüşünüzü qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qənəmsiz diqqətinizlər ekranımızda olsun. Xitay tarım oymanlığındakı təbii qaz saqlaş ambirini texmo kengaytdi. Xitay Şərq Türkistandakı təbii qaz baylığını texmo ünümlük bulang-talan qilish uchun tarım oymanlığındakı Kökyar təbii qaz saqlash ambirini kengaytgan bo'lib, buningdan boshqa yana bir təbii qaz saqlash ambirining qurilishi davomlashmoqda ekan. Xitoy tashviqot organi Tangridog to'rining aloqador xabarida bildirilishicha, 7-sentabr tarım neftlikidagi Kökyar tabiiy gaz saqlash ambirining suv chiqarish va kengaytish xizmati oyoqlashgan va gaz kirgizilishga boshlagan. Planga asosan kundalik gaz kirgizish miqdori 2 million kub metrga yetadigan bo'lib, bu oktyabr oyigacha davomlashadi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Kökyar tabiiy gaz saqlash ambiri bultur 22 noyabr rasmiy ishga kirishtirilgan bo'lib, tarım oymanlığındakı tunji tabiiy gaz saqlash ambiri hisoblandi ekan. Xitoy tashviqot vositalarida bu ambarning Sharq Turkistonning janubidagi 3 viloyat oblastni qishliq gaz bilan ta'minlash uchun qurilganligi da'vo qilingan. Mazkur tabiiy gaz saqlash ambiridan sirt tarım neftlikidagi Yaqaz zapas tabiiy gaz ambirining qurilishi bu yil 2-oydan buyon davomlashmoqda ekan. Xabarda Yaqa tabiiy gaz saqlash ambirining navbatdagi eng cho'nqur qatlamli tabiiy gaz saqlash ambiri ekanligi, qurilish bitgandan keyin kundalik tabiiy gaz elib bartaraf qilish umumiy ko'lamining 24 million kub metrga yetadiganligi bildirilgan. Xitoy Sharq Turkistonning neft, tabiiy gaz qatorliq sanoqsiz boyliqlarini ishg'oliyat tarixidan tortib hozirga qadar 1 minutma to'xtatmay bulang-talan qilib Xitoyga to'shib kelmoqda. Xitoy yana bulang-talan ko'lamini kengaytirish, unumini oshirish uchun tabiiy gaz saqlash ambiriga o'xshash turli texnikalarni, usul choralarni qo'llanmoqda. Amerika Mudofaa Ministerligi Xitoyning harbiy organlarini fond bilan ta'minlagan. Amerika parlamenti yangi e'lon qilgan tekshirish dokumentida Amerika Mudofaa Ministerligining yaqinqi 2 yilda Xitoyning universitetlariga va davlat mudofaa sanoatiga chetishliq organlarining yüzlagan hamkorlik turlarini fond bilan ta'minlaganligini, buning ichida Amerika hukumatining jazo tizimligiga kirgizilgan nurg'un shirkat organlarining borligini bildirdi. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Amerika Avom palatasining Amerika Xitoy Kompartiyasi strategik raqobat komiteti 5-sentabr e'lon qilgan yangi dokumentida mazkur tekshirish natijasini e'lon qilib, o'tgan 2 yilda Xitoy rejimining qanday qilib Amerika universitetlaridan foydalanib, Amerika hukumati fond bilan ta'minlagan tadqiqot turlariga singib kirganligini va bu orqali harbiy soha va texnikalarni taraqqiy qildirganligini oshkorlagan. Dokumentda Amerika Mudofaa Ministerligiga tava tadqiqot va qurilish bo'limining amerikalik boj topshiruvchilarning pullari sarf qilingan mudofaa tadqiqotlarini qo'g'diyolmaganligi ilgari surilgan. Avom palatasidagi mazkur alohida komitetining tekshirish orqali bayqishicha, 2023-yili 6-oydan 2025-yili 6-oygacha bo'lgan oraliqda e'lon qilingan taxminan 1400 tadqiqot maqolasida Amerika Davlat Mudofaa Ministerligi ta'minlagan fond yoki tadqiqotlarni qo'llashi tilga elingan bo'lib, bu tadqiqotlar yana Xitoyning shirkat organlari bilan bo'lgan hamkorlikqa chetishliq ekan. Buning ichida 700 dan ortiq nashr bo'yimi Xitoyning mudofaa tadqiqoti va sanoat bazasiga chetishliq shirkat organlarining hamkorligida tamomlangan. Bu tadqiqot hamkorligi nurg'unlagan sezgur texnika sohasiga chetildigan bo'lib, ajratilgan fond 2 milliard 500 million dollardan oshadi ekan. Dokumentda bu haqda ogohlantirish berilib, Amerikaning ilmiy tadqiqot natijalarini dushman chet el kuchlaridan unumli qo'g'diyolmaslik Amerikaning texnika afzalligini davomli ojiziltidi. Davlat mudofaa iqtidoriga ziyon yetkazadi deganlar ta'kidlangan. Davlat mudofaa ministerligi amaldori bu haqda muxbirning ziyoratini qabul qilib, Trump hukumatining aloqador tadbir qo'llanganligini aytgan. Prezident Donald Trump 5-sentabr ma'muriy buyruq imzolab, Davlat mudofaa ministerligining nomini urush ministerligiga o'zgartgan edi. Xitoy, Rossiya va Mong'oliya o'rtaq chegara mudofaa manevri o'tkazdi. Xitoy, Rossiya va Mong'oliya bu hafta tunji o'rtaq chegara mudofaa manevri o'tkazdi. Xitoy armiyasining bu haqda e'lon qilgan bayonotida
mazkur manevrining 3 qo'shni davlat o'rtasidagi bexatarlik hamkorlikni kuchaytirganligi da'vo qilindi. Xitoy armiyasi rasmiy Weibo hisobida e'lon qilgan bayonotida 2025-yillik chegara mudofaa hamkorligi nomli manevrining dushanba va seshanba kunlari uch tarafga o'rtaq bo'lgan aniq oshkorlanmagan bir chegara rayonida o'tkazilganligini bildirdi. Bayonotda birlashma manevrlar strategik hamkorlikni kuchaytirish, chegara bexatarligi mahoratlarini ko'paytirish va uch taraf o'rtasidagi o'zaro ishonchni mustahkamlashni nishon qiladi. Manevrlar jarayonida kimning zimini bo'lsa, shu taraf rahbarlikni ustiga oladi. Ko'p taraflik maslahat berish va parallel qo'mondonlik qilish prinsipi bo'yicha xizmat ishlaydigan bir o'rtaq qo'mondonlik markazi Xitoy zaminida qurildi deganlar da'vo qilindi. Bu manevrlar 2-sentabr Beyjingda chaqirilgan uch taraflik yig'indan keyin o'tkazildi. Bu yig'in oldingi hafta Shanxay hamkorlik tashkilotining 25-navbatlik boshliqlar yig'ini Tianjin shahrida o'tkazilib, G'arbdan boshqa 20 dan ortiq rahbar jam bo'lgan faoliyatdan bir kun keyingi o'rinlashtirilgan edi. Tashqi Mong'oliya 2004-yildan buyon Shanxay hamkorlik tashkilotiga kuzatuvchi davlat salohiyatida qatnashishni tanlagan bo'lib, Hindiston, Pokiston va Eron qatorliq boshqa davlatlarga o'xshash to'liq a'zo bo'lishdan o'zini qochirib kelmoqda. Lekin Xitoy bo'lsa 10 davlatdan tarkib topgan bu tashkilotga Mong'oliyaning to'liq a'zo bo'lishi uchun davomli besim qilmoqda. Hurmatli ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.